Hali PUBG tarixida bo'lmagan lucky moment. Ultimate Royale o'ynab turgan vaqtim 6 ta streamer content maker bilan birga tushib qoldim. Birinchi komandaning 3 ta streamerlari. Birinchi streamerimiz To'fon akam, ikkinchisi esa Rosco va oxirgisi esa Rez. Endi esa ikkinchi komandaning streamerlariga o'tamiz. Birinchi streamerimiz Lapar Baron, ikkinchisi esa Titi Fayozov, uchinchisi esa Titi Abrorov. To'fon aka bilan nimaga antirdi? Sen yaxshisizlar. Hozirgi Nobshi chatdan gapirgan Qo'chqorvoy men edim. Hammamiz rang ko'taryapmiz. Men Magic akkauntida, To'fon akam esa boshqa akkauntida. Rotatsiya kill farm qilamiz deb yurgan paytimizda Lapar Baronni komandasi bilan to'qnashib qoldik. To'g'ri, hozir orqasidan kelib o'tolmadim, lekin meni sherigim ham lo'q igrok emas, prosta Batman. Hozirgi momentni kommentariyada o'zingiz izohlang. Best duo deb shunday teammate'larni aytsa bo'ladi, to'g'rimi? Aytdim-da. Pasaydi. Qanday deyiladi? Passajirni otgan paytingiz nima deyiladi? Shu bilan o'yinning oxiriga yetib keldik. Nima uchun killingiz 0 ta? Ular bilan otishga qo'rqdingizmi degan negativlar uchun shunchaki eslatma. To'fon akam KD reytingi o'ynayotgan edilar. Qolmaganiga Ultimate Royale Zavik legendasini olish uchun 13 ptes qolgandi. Shunchaki ularga kill bergim keldi va killarini chopgim kelmadi. Ana shu Hasan bo'lsa kerak. Kim bu? Oturaymi? Hasan. Ham ban beradi. Bo'lib qolgan. Bo'pti aka. Shartnomaga rahmat. Shumida to'pdagi akkaunt. Shu bilan To'fon akam Ultimate Royale Zavik legendasini oldilar. Bizning ham sarguzashtlarimiz shu joyida tugadi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni esdan chiqarmang. 1000 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Hammalarga xayr.